Assalomu alaykum. Obzor qilamiz kanalining obunachilari mana bugun. Olti bosh. Ko'chat. O'ta zo'r qo'chalarimiz. Aka sizdanmi? Narxlar qanchadan? 32 dan bir joyga kami bor. Dastavkamiz Vodiy bo'ladi. Nomer aytib o'tibsiz aka. 94 775 92 52. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. 24 24 7 aloqada. Bu yog'i qirg'iz buqalar. Sizdanmi? Gapirib berasiz? Hocaga narxini ayting. Qasdimiz narxi? O'xshamas. Qaysi biri qanchadan aytsangiz nomer aytib o'tib ketamiz. 8 ta qoldi. 8 ta buqamiz qoldi. 25 ta. 8 tasi bir joyga 25 milliondan narx aytayapti. Hocaga nomer aytib o'tib ketasizmi? Ha. Nomer. Nomer 99lik 322 90 99lik 99lik 322 97 98. 97 98 24 7 aloqada dastavkamiz Vodiy bo'ylab aka. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. Mashinasi ham bor, yetkazib berar ekan. Mashinasi bor, yetkazib berar ekan. Nima degandan chiqadi bu? Obzor qilamiz aka. Bo'lmasa bitta suv bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bering aka, yo'lkiraq keldi deyilmi? Malashdan keldim aka. Ke bu qolarimiz kimda? O'tamiz. Egasi yo'q. Yuroni yo'q. Yo'q, ne mana buqalarimiz bor. Shunday egasining nomerini olib o'tamiz. Tepmaytor, polvon. Akalar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Buqalarga nomer bilan al narxini aytib ketasizlar akalar. 30 milliondan sotildi. 30 milliondan sotildi aka. 30 milliondan sotildi. 10 tasi. 12tasi. Tam 12tami? 12tasi. Samarqandga sotilibdi 30 millionda. Dastavkani o'zlarini qilib berdilarmi? Kelishildimi? Kelishildi. Dastavkasi kelishildi. Bu yerda qirg'iz. Bu ham bunga bitta narx aytib berasizlar. Ayting hozir narxni. 27 millionda kami bor deyapsiz. Dastavkamiz bor-a? O'zbekiston bo'ylabmi, Vodiy bo'ylabmi? O'zbekiston bo'ylab. Qaysilar sotildi? 75 million uchtaga. Bular sotildi. Bu. Qancha sotildi? 24,5 milliondan sotildi. Nomer aytib o'tibsiz, bularga ham, bularga ham. 93lik 93lik 979 0202 aka video uchun rozi bo'lib qo'yasiz. Obzor qilamiz. Profil nomi bugun qo'yamiz. YouTube'dan ham Instagramga ham qo'yamiz. Bu Instagramga qo'yilmaydi bunisi. Instagram qisqa video qilamiz. YouTube'da obzor qilamiz. Kichikcha obzor pastgacha qilamiz. Profilimiz yangilik uchun hali bitta yo'qsa chiqmayapti. Instagram qo'yishmi? Xabarmi? Qachon qo'yib beray? 2 euro. Yo'q, sigir bozor ekan.
Sigir bozoriga ham o'tamiz hozir. Ovoz past boryapti. Mana endi bu yog'i sigir bozor, qisir bozor. Juda ham ko'p sigir chiqqan. Sigir bozorida alohida video qilaman, profilga kirib ko'rishlaring mumkin.